Agar maktablar qurilmasa, kelajakda qamoqxonalar quriladi. Bu Otto Bismarckning gapi, Germaniya kansleri bo'lgan. U shunaqa degan. Agar maktablarga pul sarflanmasa, kelajakda qamoqxonalarga pul sarflanadi. Falsafiy gap. Chunki bolalar betarbiya bo'lib jinoyat qiladi, keyin ularni qamash kerak degan ma'nosi bor. Hozirgi kundagi siyosat bizni qarzdor qilib qo'yapti o'zi. Ta'limga bo'lgan eshiklarni ochib tashlagan, nima taklif bor, kelinglar deyapti. Bunaqa paytda jadidlarimiz qilolmagan, orzu qilib hatto jonini fido qilib yuborgan sharoit bugun paydo bo'lib turibdi. Qilmagan javobgar bo'ladi. Bugun qilish kerak. Chunki eshiklar ochilgandan keyin bog'dagi gulni hidi kirishi bilan birga chang ham kiradi. U changingga ham biz tayyor turishimiz kerak. Biz bu millatni, xalqni rivojlanishligini ta'limdan boshqa joyda yo'qligini bilishimiz kerak. Biz tijoratda doim iste'molchi bo'lib turaversak, Xitoydan mol olib kelsak, Turkiyadan mol olib kelsak, ularni boy qilamiz. Olib kelgan narsamizni iste'mol qilib bo'lib yana borishimiz kerak. Yo'q, biz Xitoy ishlab chiqargan narsani bu yerda ishlab chiqarishimiz kerak. Uni kim ishlab chiqaradi? Shuni ilmini bilgan mutaxassis ishlab chiqaradi. Hamma sharoitni beryapti davlat. Ol kollarni deyapti. Ishlab chiqar deyapti. Ol yerlarni deyapti. Qil. Qo'lida hech hunari yo'q, hech bitta ilmga kamoloti yo'q. Bu hech narsa eplolmaydi. O'shaning uchun bolalarimizni o'qitib, hamma soha, harbiy soha bo'ladimi, badiiy soha bo'ladimi, doktorlik sohasi bo'ladimi, hozir sport sohasi ochilgani uchun yo'l. Qanaqa yutuqlarga erishyapmiz. Bu qo'llab-quvvatlasa bizni millat qonida qanaqa odamlarni qoni oqyapti.